O'xshamadi. Ot hurkib ketdi, aka uyg'onib qoldi. Bu nechinchisi bu? Aka nimaga xalaqit beraveradi? Mana shu ot saniga sotishimiz kerak. Voy, tushunmayman. Nima qilay? Qo'rg'onlab yotib kechasi bilan. Amallashimiz kerak, sotib olishimiz kerak. Qarzlardan ham qutulamiz. Nima tushunmaysiz, ha? Ani qassobga ham yetib qo'yuvdik, nima bo'ladi? Endi va'da berib qo'ydik. Javob deb qo'yuvdik. Endi amallaysan. Keyin safar amallaysan. Masanga yetdim, ter bergin dedim. Yutqizib qo'ydik laqmashlarni oldida. Sharmanda bo'ldik. Qaysi gaz bor? O'zi bitta. O'g'il bola, o'ynadingmi? To'lashni ham bilgan. Ertaga oxirgi surok pulni tug'ib qo'ygan. Tushundingmi? Temalaringni! Ot sotmasak bo'lmaydi. Yo'q. Ot sotmasak bo'lmaydi aka. Qumorni yutqizib qo'ydim aka. O'ynamayman deganding-ku. Aka, uni qo'ying. Ot sotmasak bo'lmaydi aka. Sen ukamni deb, sani deb oilamdan voz kechdim. Sani deb ukam bo'lganing uchun hammasini kechirdim. Hammasini. Otdan umidingni. Ani qumorni yutqizib qo'yganlaringiz meni uyimgacha boribdi. Nima, men faqat kalta yuramanmi? Talaba qolsam bitta. Akam bizni o'ldiradi. Sen nima qilsan bu yerda? Ha? Kamonni ko'rmaganmiding? Menga nima baqiryapsiz? Ana ukangizga baqiring. Qumorni yutqizib qo'ygan u. Qancha qarzi bor? Aralashmay, o'zim to'layman aka. Aralashmay. Mana shu turlaring. Shu yerda turlaring. Agar ukam oldida meni bir marta ko'rsam, sen bilan boshqacha gaplashaman, tushundingmi? Men buni o'rganmay yo'qol bo'tdan. Yo'qol dedim. Aka, shu ot mendan azizmi? O'zi jigaringizdan azizmi, ha? Bu ot meniki. Xohlasam sotaman, xohlasam qassobga beraveraman. Ishingiz bo'lmasa, tushundingizmi? Ha? Nima? Bu otdimi? Sani har xil mana harom ishlaring emas. Tushundingmi? Sani to'yingga deb o'qotgan edim. Endi men hech nimaga aralashmayman. Qamor, sani bir kun o'ldiradi. Otim qani? To'xta otaman! Chiqadi. Ukam bo'lmasin deb